Assalomu alaykum, Penebeton ishqibozlari. Penebeton qildirsammi, qildirmasammi degan akalarimiz uchun navbatdagi obyektimizni ko'rsatamiz. Hozirgi obyektimiz Farg'ona, Namangan viloyati Kosonsoy tumanidamiz. 3 etajli xonadon. Birinchi, ikkinchi, 3-chi mansardga qo'yyapmiz. Podval bilan hisoblaganda 4-etaj. Xudo xolasa kecha kelganmiz. Hozir xudo xolasa oxiriga bir 3 zapravka qoldi. Tugatyapmiz. Katta obyekt. Ularni yoniga kelib olganmiz. Kompressor, mana shunaqa Penebeton apparatida qo'yiladi. Apparatimiz loy, sement, pena, fibra. To'xtatdi. Fibra qo'shiladi, mana suv yonida asosiysi sementlarni qilib yirtib taylab olamiz. Sementlarni yirtib taylab olamiz. Va ko'pigini ko'rsating, ko'p penasini. Ashijara pena jarayoni. Endi yaqinlashtirib ko'rsating, yaqinlashtirib. Ana, marojna. Yuring, ichkani ko'rsatamiz. Ko'pchilik bu havo o'tkazmaydi, boshqa yoki uqalanib ketadi deyapti. Hech qanaqa uqalanmaydi. Bu bunaqa sementdan penani aralashmasdan tayyor bo'ladigan nima. Nariga ikkinchisini qo'shib qo'yinglar, u chiylab olamiz. Ketdik. Men ay tarafdan chiqamiz. Bu taraf bo'ldi-yu. Bu taraf bo'ldi, aytaman. Podvali. Ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Bidalar bosib qo'ygan, dehqonchilik. Bidalar bosib qo'ydi. Hop, ikkinchi etajimiz bu. Hozir endi 3-etajga ketamiz. Nima? Ushlab chiqarasizmi? Operator? Bizda hammasi prямой efir. Bunda aldash, soxta videolar bo'lmaydi. Klientlarimiz bilishadi o'zi. Bunaqa izaspan material qo'yib olamiz. Bu yerda faqat vassa bo'lgan xolos. Chekalarigacha, tirqishlarigacha loy tushib ketmasligi uchun mana shunaqa qilib qoqiladi. Bu tarafimizni bitta ko'rsating. Bu yerda odam yashamaydi. Tom. Lekin bunaqa qilib tekizlab, xudo xolasa egasiga chiroyli qilib topshiramiz. Xudo xolasa ozgina ishimiz qoldi. Mana bu tarafimizni ham kecha qo'yganmiz. Bu yerda ham kecha qo'yilgan. Bugun bu tugatib yana ishni boshqa joyda ishni davom ettiramiz. Xuddi shu joyda boshqa obyekt. Manaqa shvavralarda tekizlab beramiz. Havo o'tmaydi deganlarga mana izaspan degan materialimiz membrana. Torsinni ham chiritmaydi. Bu materialimiz izaspan deb qo'yadi. Hech qanaqasiga torsin chiritmaydi. Mana nechta xonadonlar hozir hammasi mana shundan foydalanishyapti xizmatimizdan. Bitta ko'rsatib qo'ying. Hozirgi qancha balandlikda turganimizni ham pastdan ko'rsatib qo'ying. Past ko'rsatib qo'ying. Mana ustalarimiz. Oho, balandlikda. Agar kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, xo'p, yana bitta ma'lumot. Bugun ikkinchi obyektimizni ham hozir ko'rsatamiz. O'tga stashka qo'yiladi. Stashkaga lazerga qo'yib beramiz. Bu Penebetonning loydan afzalliklari 3 barobar yengil bo'ladi. Keyin buni izolyatsiya bo'ladi. Tepadan issiqni o'tkazmaydi, pastdan sovuqni o'tkazmaydi. Masalan, podvallarga yoki polvonida qo'yadigan bo'lsangiz, pastdan chiqadigan sho'r sovuqni saqlab qoladi, tepadan issiq mana shu bir qizdirgan paytda ertaga hali elektrlaringizga, konditsionerlaringiz bo'lsa, ventilyatoringiz bo'lsa, kamroq ishlatasiz. Chunki bu salqin qilib qo'yadi. Yana bitta ma'lumot, ko'pchilik so'raydi, topli polni ustidan quysak bo'ladimi deb so'rashyapti. Yo'q, topli polni ustidan quysa bo'lmaydi. Sababi bu aytganimizdek issiqlikni ham sovuqlikni ham o'tkazmaydi. Agar topli polni ustidan qo'yadigan bo'lsangiz, hech qanaqa topli polda effekti bo'lmaydi. Izolyatsiya vazifasini o'taydi. Agar kimga shunaqa xizmatlar zarur bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilaverasiz. Sog' bo'linglar. Loydan oldingi
Vassaning tepasiga qoqilgan bitta yana teshik qoladi, xudo xolasa tayyor chiqadi. Bu materiallar umuman to'sin chirib qoladi, basta chirib qoladi deganlarga o'tkazadigan material bo'ladi, membrana. Izastan degan material bo'ladi. Bu qator tayyorlab olamiz. Kuyish jarayonlarini ham qator ko'rsatamiz. Battez akazimiz Namangan viloyati Kosonsoyda boshqa 6 kilometr uzoqlikdagi xonadonga keldik. Qumlarimizni olib kelib oldik. Sement 450+ markasi bonusda apparatimiz xudo xolasa tayyorlayapmiz. Bu yerda ham xudo xolasa kvadratimiz katta xonadon, ichkariga lazer. Hozir uyga kirib ko'rsataman. Tomdan tashqari bu xonadonimizga beton mahsulotini qishda issiq bo'lishligi uchun stashga qildirilgan ekan. Stashga sovuq tortayotganligi uchun shuni tepasidan 10 sm qalinlikda beton mahsulotini yotqizib beramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa lazerlarimizni o'rnatib oldik. Hozir podzilga quyishni boshlaymiz. Kimga xonadoniga agar zasipkasini qilib qo'ygan bo'lsangiz, tepasidan beton mahsulotni yotqizib beramiz. Narxlari 60 ming so'mdan 10 sm qalinlikda yotqizib beriladi. Bajaning ishlangasini ushlab olib, 7-8 sm qalinlikda quyib beryapmiz. Raporni ko'ring, raporni, bantam yo'q, bantam. Ko'rsating raporni.